Katta maydon futbolini sog'ingan muxlislar diqqatiga. Siz uchun ajoyib futbol bayrami tayyorlanmoqda. Joriy yilning 7-8 fevral kunlari Malham Shifo Nur homiyligi ostida Kichik Turk 5-maktab futbol maydonida Dang'ara va atrof tuman shaharlarining ko'zga ko'ringan 16 ta kuchli jamoalari o'rtasida Malham Shifo Cup turniri bo'lib o'tadi. Bu shunchaki o'yin emas, bu haqiqiy raqobat, jonli muhit, futbolga bo'lgan sog'inch va ishtiyoqning yana bir bor maydonga qaytishidir. Barchangizni futbol shukuhidan bahramand bo'lishga chorlab qolamiz. Futbolni sog'ingan bo'lsangiz, bu turnir aynan siz uchun.